hozir kunimizda juda ham tarqalgan muammolardan biri. Qarz berishlik, qarz olishlik, qarzini vaqtida berishlik. Shu to'g'risida ozgina bir gapirsaylik. Birinchidan, qarzu hasana, yaxshi, ya'ni qarzni berishlik o'zi yaxshi narsa. Ya'ni odam savob uchun bir birodariga qarz bersa, bu yaxshi. Hozir bir sadaqa qiladigan bo'lsangiz 10 ta savob bo'ladigan bo'lsa, agar qarz beradigan bo'lsangiz, undan ham ko'p savob bo'ladi. Endi ana shu qarzni bergandan keyin bir vaqtga kelishildi. Masalan, bir oyga kelishgansiz, bir odamga qarz berdingiz. Bir oydan keyin vaqti keldi. Bu odam bu qarzni qaytarishga imkoniyat bo'lmadi. Agar siz haqiqatda bu odam imkoniyat bo'lmagan bo'lsa, kun qo'shib beradigan bo'lsangiz, har bir kuningizga sadaqa bo'ladi. Lekin shu ham muhim, u odam qodir bo'lib turib sizga bermaydigan bo'lsa, u zolim bo'ladi. Ya'ni bu haqiqatda bermoqchi bo'lgan odam uchun imkoniyat, ikkala tomon uchun. Endi yana bir muhim masala bor. Agar siz birodaringizdan qarzni oladigan bo'lsangiz, qaytarish niyatingiz bo'lsa, Alloh taolo sizni qaytarishlikka oson qiladi. Agar bu xususan mashinanglar eshitib qo'ysin, pulni olib yevorish bo'lsa-chi, Alloh taolo sizni qaytarishlikka muvaffaq qilmaydi. Bankrot bo'lib ketaverasiz. Agar mashinalik niyat bo'lsa, qaytarib bermaslik. O'zi hayotda ham ko'ramiz. Kimdirlar bor, qarz oladi, harakat qiladi. Alloh taolo ular o'rnini to'ldirib qo'yadi. Lekin kimdirlar bor, mashinlik yoki kimdirlar bor, beparvo, qarasiz har doim qarzda yurgan bo'ladi. Birodarlar, qarzdor holatda o'lishlik juda ham holat chatoq, holat og'ir bo'ladi. Bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga janoza olib kelindi. Shunga so'radilar, qarzi bormi deb. O'zi payg'ambarimiz hammani qarzi bormi yo'qmi so'raydigan bo'lganlar. Shunda aytishdi, ha, buni qanchadir qarzi bor deyildi. Keyin kim ko'taradi dedi. Bir sahobiy men ko'taraman dedi. Payg'ambarimiz janozani o'qdilar. Tasavvur qiling, payg'ambarimiz o'sha odamga janozani o'qdi. Bir kun o'tdi, haligi odamdan so'radi. O'sha qarzni ko'targan sahobiydan. Buni qarzini to'ladingmi dedi. Yo'q, Rasululloh, endi bir kun bo'ldi desa, tezroq to'la dedi. Bo'pti dedi. Yana bir kunmi qancha ozgina muddat o'tgandan keyin to'laydi va aytadi payg'ambarimizga, to'lab qo'ydim dedi. Shunda payg'ambarimiz nima deydilar? Payg'ambarimiz janozasi o'qilgan odam, sahobiy, hozir do'zaxdan nimasi kuyish to'xtadi dedi. Kuyayotgan bo'lgan. Shunga birodarlar, qarzni bilasizlar, Qur'ondagi eng katta oyat Baqara surasida mana. Mana nima oyat bilasizlar? Dayn, qarz oyat. Bir betlik oyat shu qarz to'g'risida bo'lgan. Yozishlikka buyurgan shariatimiz. Kimdirdan qarz oldingizmi, yo telefonga yoki daftarga yozing. Va ber bo'lganingizdan keyin o'chirib oling. Ikkinchi tomon emas, ya'ni qarz bergan odam emas, siz qarz olgan bo'lsangiz, o'zingiz yozib qo'ying o'zingiz uchun. Chunki tasavvur qiling, shahid Alloh yo'lida jonini bergan odam hamma gunoh kechiriladi. Bitta narsa kechirilmaydi, birodar, qarz. Va hadisda kelgan, mu'min odamni joni, ya'ni nimasi bog'lanib turadi qarzga. Yana bir narsa, men bir voqeani eshitganman. Bittasi otasi o'tib ketgan bo'ladi. Otasi o'tgandan keyin otasini har doim yalang'och, g'alati holatda ko'raveradi. Dadasiga shu tushda dadasi, ya'ni o'g'lini tushda yomon holatda kiraveradi. Nima bo'lyapti ekan deb turib, ta'vil qiluvchilarga boradi. Ta'vil qiluvchi, tushni ta'bir qiluvchilar dadangni qidirib ko'r, qarzi bormi yo'qmikin dedi. Qidirishdi bor dedi. Qarasa haqiqatda kimdirdan qarzi bo'ladi. Qarzini o'taydi, keyin yaxshi holatda dadasini tushda ko'radi. Qarzini o'tagandan keyin. Shunga birodarlar, qarz masalasida ehtiyot bo'laylik. Alloh barchamizni o'zi halol topib, halol yo'lda sarflashni nasib qilsin. Qiyomat kuni bilasizlar birodarlar,
birinchi bo'lib so'raladigan narsalardan biri qadamlarimiz, oyoqlarimiz qimirlamasdan turib. Pulni qayerdan topding, qanday qilib va nimaga sarflading? Qaraylik birodarlar. Pulni qanday qilib pul topyapmiz va nimalarga sarflayapmiz? Birovlardan qarz oladigan bo'lsaylik, vaqtida qaytaraylik. Va vaqtida qaytara olmasaylik, chiroyli so'z bilan vaqt so'rab, shar'iy nimalarni aytib harakat qilaylik. Alloh barchamizni shunaqa botib qolishidan saqlasin. Allohumma amin.